Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, barchangiz sog' omon bormisiz? Hozirgina Telegram kanallarning birida nomini ham aytaman. Andijon bugun Telegram kanali, mayli reklama bo'lsa bo'la qolsin. O'sha kanalda Namangan viloyati Pop tumanida tadbirkorlik qilayotgan bir fuqaroni murojaati e'lon qilindi. Birin-ketin ikkita murojaat va bu murojaatga ilova sifatida videolar joylangan, qo'shimcha qilingan. Videodagi holatni ko'rib turib, vijdonim chidamasdan kamerani yoqdim. O'sha fuqaro nomidan Namangan viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi, Pop tumani Ichki ishlar bo'limi huquq tartibot organlariga murojaat qilmoqchiman. Murojaatchini aytishiga qaraganda, Sanjar Patri yigitlari nomi bilan 20 kishidan iborat bir guruh bir necha yildan buyon ana o'sha hududdagi tadbirkorlarning faoliyatiga to'sqinlik qilib kelayotgan ekan. Videoda ham ko'rish mumkin. Bemalol barzangi erkaklar do'konlarni tomida yuribdi. Maxsus apparatlar bilan, uskunalar bilan reklama bannerlarini kesib, mashinalarga joylab olib ketyapti. Peshtaxtalarning past qismiga qo'yilgan reklama bannerlarini pichoqlar bilan kesib yirtib tashlayapti. O'sha yerdagi tadbirkorlar, savdo sotiq bilan shug'ullanadigan tadbirkorlar chirqirab to'zg'ib yuribdi. Hatto erkaklar ham borib yaqinlashib bir e'tirozini bildira olmayapti. Qarshiligini ko'rsata olmayapti. Chunki qo'lida sovuq qurol deganimiz o'sha pichoq bor, tig'li qurol bor. Butun respublika bo'ylab barcha ichki ishlar boshqarmalariga eng birinchi o'rinda Ichki ishlar vazirligi, huquqni muhofaza qiluvchi organlar, viloyatlardagi ichki ishlar boshqarmalari, ichki ishlar bo'limlari tumandagi barchasini mana shu ko'chadagi o'zini qonunini, o'zini adolatini o'rnatishga harakat qilayotgan, samosud qilib fuqarolarga tan jarohati yetkazayotganlar, oxir oqibati o'lim bilan tugayotgan holatlarda qonun doirasida vakolatinglardan kelib chiqqan holatda keskin choralar ko'rishinglarni, mana shunaqangi holatlarni oldini oluvchi chora tadbirlar ishlab chiqishinglarni va buni amalga tatbiq qilishinglarni so'rayman. Sizlar borligingiz uchun biz uyimizda xotirjam o'tiramiz. Ko'cha-ko'yda xotirjam yuramiz. Sizlarning zimmanglarga ko'p millatli, ko'p sonli, yaqin 40 millionga yaqin aholini tinchligini, xotirjamligini ta'minlab qo'yish topshirilgan. O'zingizlarning vakolatinglar doirasida, albatta sizlar ham insonsizlar, jahlga erk bermasdan har xil vaziyat bo'lishi mumkin, bo'ysunmaslik, xizmat faoliyatinglarni davom ettirishga xalal berish, shu kabi holatlarda ham o'zingizlar aybdor bo'lmasliginglar uchun, o'zingizlarni aybdor qilib qo'ymasligi uchun tan jarohati yetkazmagan holatda olib kelib o'tkazib qo'yib, qonuniy choralarni ko'rishinglarni so'ragan bo'lardim. Qonun doirasida ana o'sha xatoni, jinoyatni, qonunbuzarlikni qilgan fuqaroga nisbatan bu ishini noto'g'riligini tushunadigan darajada, jazosini sezadigan darajada jazo berishinglarni so'ragan bo'lardim. Nomusga tajovuz, jismoniy, moddiy va ma'naviy zarar yetkazish, o'lim bilan tugagan holatlarda ham arzimagan jazo bilan qutulib ketishyapti. Vaholanki jazosi juda ham yengil bo'lgani uchun tashqariga chiqib yana o'sha jinoyatni sodir qilyapti. Bizni konstitutsiyamiz eng adolatli va kuchga ega bo'lgan konstitutsiya deb o'ylayman. Lekin buni qay darajada rost ekanligini ko'rsatib beradigan, kuchini ko'rsatib beradigan, adolatni ta'minlab beradigan dargohlarda o'tirgan sudyalar, prokuraturadagilar, prokurorlar, tergovchilar, mas'ul vazifalarda, lavozimlarda o'tiradigan ba'zi bir nafs hakalayotganlarni katta poralar bilan qo'lga tushganligi haqidagi xabarlarni ham ming afsuslar bo'lsinki, tez o'qiyapmiz. Tez guvohi bo'lyapmiz. Sizni haqqingiz yo'q bu davlatni adolatini poymol qilishga. Sizni haqqingiz yo'q o'zingizni, nafsingizni o'ylab
adolatni o'ldirishga, boshqa birovlarga nisbatan adolatsizlik qilishga. Bu davlatni fuqarolarni haq-huquqlarini poymol qilishga, o'ldirishga haqqingiz yo'q. Nafsingizni jilovlolmasangiz, marhamat qilib bo'shatib qo'ying. Arziydimi? Ota-onangiz yillar davomida mehnat qilib, umid bilan sizni o'qitgandir. Adolatli sudya bo'lsin. Jinoyatchilarga nisbatan adolatli hukm chiqarsin. Xalq uchun xizmat qilsin deb. Arziydimi yillar davomida ota-onani qilgan mehnatini havoga sovurish? O'sha lavozimga ishonib o'tkazib qo'yganlarni ishonchini poymol qilish, millatni, xalqni la'natiga duchor bo'lish, nafratiga duchor bo'lish, ishonchidan chiqishga arziydimi olayotgan pulinglar? Unutmanglar, ibrat bo'lsin Iskandarni ochiq ketgan qo'llari deb shoir bejizga aytmagan. Bemalol borib, o'sha qonun himoyachilarini tegishli joylarda o'tirib, har bitta qonunbuzarlikka, jinoyatga yetarli jazo bor ekanligiga murojaat qilib borsa, murojaati e'tiborga olinib, jazo qo'llanilishiga ishonmasdan odamlar ko'chada o'zini adolatini o'rnatishga harakat qilyapti. Bu nimasi? Bemalol borib 2-3 kishi, 4-5 kishilashib gruppa bo'lib bitta fuqaroni samosud qilib, o'zi jazo tayinlab, sochini olgan, tan jarohati yetkazgan, pichoqlagan, urib o'ldirib qo'ygan holatlari bo'lyapti. Boya aytganimdek, bu davlat darvozasiz biz ko'chada qoldik-da, fuqarolari ko'chada qoldi-da, biz nima xabarimiz yo'q? Bunaqangi holatlarga chek qo'yish vaqti allaqachon keldi, o'tib ham ketdi. Shu uchun iltimos qilaman Ichki ishlar vazirligi, butun respublika bo'ylab faoliyat yuritayotgan huquq tartibot organlari, respublika bo'ylab barcha viloyatlarni ichki ishlar boshqarmalari, tumanlarni ichki ishlar bo'limlari jinoyatchilikka qarshi keskin chora tadbirlar qonun doirasida ko'rilib, jinoyatchilarga qarshi tegishli jazolar belgilanishi va jazoni o'tash muassasasida, qamoqxonalarda, ya'ni qilgan ishiga pushaymonlik, to'g'ri yo'lni tanlash, aqlni boshiga yig'ib olish uchun barcha choralar ko'rilishi kerak. Jamiyat uchun, odamlar uchun xavfli bo'lganlarni qo'yib yuborib odamlarning orasiga navbatdagi jinoyatlarni qilyapti. Avvalgisidan battarroq, og'irroq jinoyatlarni qilyapti. Biz sizlarga ishonib yuribmiz. Ko'nglimiz tinch, xotirjam. Kimlar nimalardir deb sizlarni qoralashga harakat qilishini qo'yinglar, sholi kurmaksiz bo'lmaydi. Mana shunaqangi og'izdan chiqayotgan gapiga e'tibor bermaydigan, nimani gap bo'lsa gap deb odamlarni his-tuyg'ulari bilan o'ynashib, odamlarni junbushga keltiradigan, jinni ketdi gaplarni gapirib chiqadiganlar bor. Lekin oranglarda ham 5 qo'l barobar bo'lmaganidek, nafs hakalayotgan, kiyib olgan formasiga, egallab turgan lavozimiga shunchaki yuzaki qarab, vazifasini suiiste'mol qilib, vakolatidan foydalanib, qonun doirasidan tashqariga chiqib, odamlarga qo'pol muomala qilib qo'yayotganlar ham bor. Bu degani hamma shunaqa degani emas. Hamma shunaqa emasligini bu davlatda adolatni ta'minlaydigan, adolatli hukm chiqaradigan, adolatli organlar borligini ko'rsatib qo'yish vaqti keldi. Xalqni bo'lasizlar sizlar ham. Xalq sizlarga ishonib o'tiribdi uyida. Bunaqangi vaziyatlarga chek qo'yishingizni so'ragan bo'lardim. Hurmatli kuzatuvchilar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Qisqa fursatlarda diydor ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.